mana ki bismillah. Mana bu nima rafida? Bu rafida. Mana bu ingicha. Ingicha. Qorsiga bo'ladi ostincha. Bu to'g'ri urasiz. Uring. Uring. Yana bir to'g'risdan bas. Bir qisay. Degan aqal qo'shdi kuydirmazni o'zi kuydirmaydi. Yashil choy. Bale. Va bu choy ajaban kayf qiladi. Tanduri choy. Tanduri ustiga bo'lsa, u bu yaxshi pishsa. Necha yil bo'ladi non pishirgan yo'qsiz? 25 yil. Choy saf. Biz bilan bo'linglar. Biz bilan bo'linglar, bizni ko'rib to'xtanglar. Benimda boshing. Taylaymiz. Taylay. Bo'ldi? Bo'ldi. Biz hozir Olmon o'lkasining Noymonistar shahrigamiz va meni yonimga Rasul akamiz to'xtagan. Rasul akamizni tanıysizlar. Rasul akamiz bir yaxshi mashhur TikTokerimiz. Men hamisha TikToklardan ta'qib qildim bu kishini. Bular hamisha TikTok tariqidan TikToklardan bizlarga kabob pishirib ko'rsatadi, tandurga non pishirib ko'rsatadi, o'zbekcha taomlarni pishirib ko'rsatadi. Yashil choy. Bale. Va bu choy ajaban kayf qiladi. Tanduri choy. Tanduri ustiga bo'lsa, u bu yaxshi pishsa, yaxshi dam olsa, voqean odam kayf qiladi. Bir zamon bizlar vatanga, Maymanaga bor edik, Faryobga bor edik. Meni yodi baxayr qaynonam tandurni ustiga shunda chog'olchalarni to'ldirib, katta chog'olchalar bor edi. Qo'ydilar u yeydi, ichidi choydan voqean kayf qildik. Hozir ham o'sha vaqt, o'sha zamonni yodiga ketdim. Onalaringizni, yodlaringizni olib kelsalaringiz, kelingizlar. Hatman kelinglar, mehmon bo'linglar. Har kimga yaqin shu Noymonistarga yokiga hatman kelsin Rasul aka. Biz xizmatga har vatandorimiz bo'lsa, kelsin biz xizmatlariga. Choy sohiblar keldilar, bir non yopdi. Ah, onam dedi, onam onalarini yodiga soldik. To'g'ri. To'g'ri aytasiz. Xayr ko'ring. Oling, ayna amalimiz. Choyingiz ham qaynadi. O'zingiz olasizmi, olib beraymi? Olaman. Qo'lingiz yormasin. Yo'q. Necha yil bo'ladi non pishirgan yo'qsiz? 25 yil. 25 yildan beri non pishirgan yo'qsiz. Qo'lingizni kuydirmang maqsad. Osh to'ling. Mana qo'lingiz yonmasin. Ana shu. Endi turing, avval choyni to'ylab berga qo'ying. Xo'p. Mana choy. Bir qoshiq tashlaymi? Dayman. Choynak ham choynak vatani. Ayva. Hammasi vatani. Choyni ichinglar, kayf qilinglar dedi. Choy bo'qirin, kayf ko'rinmagan. Choy vatani. Tanduri vatani. Tanduri vatani, odamoy vatani. Avvala. Mana ketib bo'ldi. Qolgan termiz qana? Termizni olib kelsangiz qolgan choyni. Xonim halil yolsa choyni qaynatdilar. O'zlari choy damlatdilar. Bale. Maşallah choyni aytib qarang. Degan aqal qo'shdi kuydirmazni o'zi kuydirmaydi. Sochingiz qo'ymaydi-da. Sochi kuydirmaydi. Oyog'ingiz qo'ymasin. Hali nonni qanaqa qilasiz? Nonni pishirasizmi? Non ham yopamiz. Ha, non ham yopadilar. Non ham yopamiz. Aris ko'ruvchilar. Rasul akamizdan bir ikki savol qilamiz, keyin toki bu alav biroz kamroq bo'ladi. Savollarimizga javob bersinlar. Savol qiling, biz xizmatga. Rahmat Rasul aka. Qancha yil bo'ladi siz Olmon kelgansiz? Valla siz so'ramasangiz hech yodimda yo'q. 10 yil bo'ladi kelganimiz. Mashallah. 10 ro'z bo'lgancha yo'q. Ya'ni azmas ko'p sotingiz terdi, yaxshi. Sotim ter, shukr Xudo. Xo'p, qancha bolangiz bor? Bolamiz 6 ta maşallah. Maşallah. Siz ko'ramanki hamisha TikTokka
kabob pishirasiz, non pishirasiz. Mashallah mehmonimiz ham ko'pdir. Hamisha ko'raman dasturxoningiz yozilgan. Fikr qilaman-ki, ana shu ishdan boshqa hech ishingiz yo'q. Qanday? Siz nima Yo, deysiz? ishim bor, bir restoranga ishlayman. Mashallah. Shu vaqtini topdimmi, bolalarim bilan ya do'stlarim bilan zanglashib, telefonlashib, nima qilamiz, bir mela qilamiz, bir soat vaqtim bo'lsa, mana shunday bir tondurda yaqib bir non pishirib, kabob qilamiz, do'st raqiblarni zang urib keldimiz, ya'ni 4 kunlik dunyo. Siz o'zingiz bilmaysiz, biz o'zbaymardim. Bizning an'anatimiz, kulturimiz, farhangimiz hamisha mehmonnavozlik. Bale. Hamisha yashamoq. O'zbekda oti bez mehmonnavozlikka chiqqan hamisha. Biz mehmonnavoz mardummiz. Rasul aka, siz restoran dedingiz, aytdingiz men restoranga ishlayman. Restoranga ishlayman. Oya, shuncha vaqtga o'ylagansizmi-ki, o'zingiz alohida bir restoran tuzatsangiz, o'zingiz ishlasangiz, o'sha daxlni ustiga o'tirsangiz, yo o'zingiz oshpazlik qilsangiz? Inshaalloh bo'ladilar. Ko'p tushunganman. Ham bolalar biroz kuchiyda, bularni bo'lsa Go'dakistoni bor, o'quli bor, bularni bo'lsa ketdan yurganman. Biroz bachalar katta bo'lsin, inshaalloh. Aka gapingiz bor. Xo'p, hamisha tasvirlarga ko'raman o'zingizsiz. O'zim bir odamman. Bolalaringizni ham ko'raman. Ammo yangamizni ko'ra olmaymiz. Yangangiz bo'lsa, o'zi TikTok'i bor, o'zi boshqa barnomalari bor, bu bo'lsa Putin Trump bilan ular bilan nimasi bor, tamoshlari bor. Bolalarda janjal, siyosati bor ular. Bolalarda mas'uliyat ko'proq sizni bo'yningizga yoki onalarni bo'yniga? Ikkimizni bo'ynimizga. Xo'p, yaxshi. Sog' bo'ling, keling endi nonni tayyorlamiz. Boshqa gaplarni keyin. Boshqa gaplarni tursin birdan xalos qilmang-da. Xalos qildingiz. Vatandonlar. Keyin xalos bo'ladi barnomamda gagani savollar xalos. Ko'rib to'xtanglar. Aziz hurmatli tildoshlarimiz, aziz va hurmatli vatandoshlarimiz. Ko'rib to'xtanglar. Qizdan xalos bo'lgani yo'q. Bale. Men kelganimki bu kishi bilan musoyiba etsam, bular ko'proq men bilan musoyiba qilyaptilar. Aziz ko'ruvchilar, choyimiz omoda va o'rga mehmonlarimiz bor. Boramiz mehmonlarga. Choy suzamiz va ko'rsinlar qani bu choy qanday kelgan. Keling. Ana choy toza. Choy tanduri, sartandur pishirishda. Deyishada. Xudishon dam kadar, xudishon choy. Ini olib میخوایم بچه‌ها چای سبز وطنی اثر کمبوجی شما رو سعی کنید کیف کنید لذت ببرید زیاد چای زیادیش بله شما بفرمایید خانم ما شما باز بریم نان بزنیم. Tamam, gideriz. Bize boraylik non pishiraylik. Aziz ko'ruvchilar, mana kabobam omoda. Endi ko'ramiz, ko'rani ustiga qo'yamiz, bularni pishiramiz baxir. Undan keyin mana tandur ham issiq bo'ladi, tandurga ham nonni yopishtiramiz. Rasul aka qo'ying shunda? Qo'ying. Bravo. Boshqalarni ham olib keling. Xo'p. Bittalarni ko'tarib turmasdan. Bo'ladi. Mulla Bashir. Bizim Mulla Bashir xizmat qilmayapti. Ha? Mulla Bashir mulla bo'ladi. Mulla Bashir bo'ladimi? Mulla Bashir. Aka bilan xalos qildik. Mulla Bashir bir saytakamni qonun qo'yilmasin o'g'il. Nega xush xabarli kerak? Bitta qo'yinglar. İyi kızlar. Bunu pas koyayım bunu. Tamam. Şöyle. Bak. Mana kaboblarni qo'yinglar. Aziz ko'ruvchilar, mana bu kabobni ham Rasul akamiz tuzatib vaqtdan qilib qo'yibdilar vaqtdan. Bizlar uchun bizlar kelsak, undagacha bo'lgan kabobni ham pishiramiz, keyin ham barnomamizni tuzatamiz. Rasul aka, kabobni qanday asla qilasiz? Yo, bu rozdi. Kabobni valla 8 soat, 10 soat to'xtamayapmiz. Kecha ham to'xtatamiz ba'zi vaqtda. Ko'p qoldimi, yaxshilarga qo'yamiz, satxonaga qo'yamiz. Agar ko'p qoldimi, satxonaga qo'ymasak buni vaqti ham o'tadi.
Sarxonaga qo'yamiz, yaxlashib qoladi. 8 soat qo'ydikda buni. Hop, ba'zan bironta kabob pishiradi, kabob qattiq keladi. Ammo ba'zan bironta pishiradi, muloyim keladi. U nima? Ya'ni ba'zilar bor, ya'ni hamisha kabob qiladigan biladi. Faqat piyozni suvini olsa, sirdi suvini oladi va biroz ichiga anjirni g'o'rasi bor-ya. Anjirni g'o'rasi yo biroz limon qo'ysa, bas. Ular bo'lsa narim qiladi. Ya'ni anjir narim qilar ekan. Anjir narim qiladi va masalan bir mehmoningiz bor, ojil. Ojil vaqtingiz yo'q, go'sht olasiz, ketirasiz, vaqtingiz yo'q. Bu hafta bo'lsa, mehmon vaqti yo'q mehmon. Buni faqat bitta kiv olasiz. Kivni yarmini ichiga tashlab, hafta qilasiz. Kiv bor 20 daqiqaning ichiga go'shtni omada qiladi. Mazasini buzmaydi. Ya'ni mehmoningiz vaqt ko'p bo'lsa, bir kun hafta qilaman deydi 8 soat. Bu faqat piyozni suv, sirdi suv bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Boshqa agar ojil bo'lsa mehmoningiz dafatan ketaman desa, ularga bo'lsa kiv tayyorlasa bo'ladi. Mana endi bizda oshpazimiz Bahayr kabob pishiradi, undan keyin mana non ham yopadilar. Kabobni qo'ydingiz. Mana Mulla Bashir pishiraveradi. Nonni pishiring endi. Endi mana non tondiringiz omada, tondir. Aziz ko'ruvchilar, men 25 yildan keyin tandurda ko'rdim, tandurga non yopaman. Maqsad non tushmasin. Nima deydi o'zbekchaga? Nonga pishadi-ne? Ana bu nimadir, rafida? Bu rafida. Mana mana bil ingichangiz. Ingicha. Qorsiga bo'ladi, ostincha. Ostincha, bali. Yo'q, shu o'zbekcha yaxshi. Ha, mana bu xamir. Xamir. Mana buni bir tan olasiz, bu yerga qo'yasiz, ustidan urasiz. Xolos. Nima qilmaymiz? Quyib pishadi. Siz buni nima qiling, so'rab so'rab. Bunday qo'lingizga. Vaqqa uring. Ana. 25 yildan beri avvalin zuvolasidir. Avvalin noni. Avvalin non tandurga albatta. Avvalin pishiraman, bali. Bular piringa pishiradilar, avliga barqqa pishiradilar. Bu tandur mana ular farq qiladi. Farq qiladi, bilmadim, bo'ldimi yo bo'lmadi? Yo'q, bo'lmadi-ku. Havodan kuydirmoqchi. Suramiz bunga. Yo'q. Endi bunga suramiz. Biroz uring. Mana shu qo'ling qana nimasiga nima qiling. Mana. Yerga uraymi? Mana shu qo'lingiz rostiga mana shu. Marhamat. Bu to'g'ri ulasizmi? Uring, hay. Shurga. Uring. Yana bir to'g'risdan bas. Bexisay. Voy bravo, mashallah, nazar bo'lmang. Nazar qilmang xonim Halil yordi. Bali. Nazarna ko'ring. Shimo mezani. 25 so'l bot. Bilasizmi? Non zada. Kelin nonni bilganini 25 bilasizmi? yildan keyin. Kelin bu nonni illa o'rtani. Ashta. Oh, bravo. Bulardan usta maşallah. Asta uringda uni. Bunda yopishtirdik uni. Gaplashing. Bo'ldimi? Azizlar, mana ko'rasizlar, nonlar pishdi. Qarang, ajab go'zal nonlar keldi. Yaxshi go'zal nonlar, mana kabob ham pishdi. Ana endi sekin ketamiz Bahayr dasturxonga pullarni qo'yamiz. Kaboblarni ham qaranglar, mana mashallah. Qo'yinglar, rasullar qilish bilan. Qo'ying. Mana ki bismillahirrohmanirrohim. Boraylik dasturxonda ustiga. Tamam, ketamiz endi. Mulla Bashir, kabobing nima bo'ldi boshqasi? Mulla Bashir tez ishlamaydi deng buni. Yo'q, ko'p edi. Buni kunligim beraman. Yaxshi. Endi hamma narsa omoda bo'ldi, boramiz desa. Voy, Mulla Bashir mana tikka kabob. Mana bu asl kabobni olib keldi sizga. Vatan kabobi. Vatan Tikka kabobi. kabob. Mashallah. Mana tikka kabobi. Buni nonni qadiga qo'ysay, nimada? O'sha nimasi? Nonni ustiga qo'yadi. Nanimda. Shu Oparin. vatanga ham Mana murch masalasi. Murch qo'yasizmi, biroz qo'yavering. Shuni tashlaymiz. Mana.
Bu qaro murch. Murchi siyah. Qara murch. Xo'p, bu Voy, bunu- qizil murch. Mana bularni separaga qo'yamiz. Vatanni yodiga keyin bundoq qiladilar, bundoq qilib chiqaradilar. Bizlar shuni olib ketamiz qilib. Shundaymi? O'zingiz qay raqam tabi dilingiz, qay raqam istasa Chiqara olamiz. Siz buni chiqaring, siz bitta chiqarasiz. bitta. Ha, bitta. Tamam. Ushlang. O'sha to'g'ri tuting. Aha. O'zingiz chiqaring bitta. Mana. Ha. Xolos. Bitta chiqarasiz. Bitta. Chiqaring. Xolos. Mana ko'ring kabob. Azizlar mana. Bu ham vatan kabob, tika kabob. Bittasini olib yeb ko'ring, qanday pishibdimi? Bismillahirrohmanirrohim. Pishibdi va ko'rgan. Bo'lmasa. Rahmat, qo'lingiz og'rimasin. Nishon, ofiyat bo'lsin, xush keldingiz. Rahmat. Safolar keltirdingiz. Sarxon ustiga ketamiz. Nelarni qarang. Alboring istesa biroz yesinlar, non olib, nonni olib. Biroz shuni dildog'i nima deydilar? Jak test کنم تست Jak test کنم. این تیکه کباب وطن آماده است. الان پیش از اینکه دسترخوان آماده شود بگیرین تست کنید ببینید راضی شه. تشکر بسیار به خدمتکارتان. باعث سپاس. بگیرید بخورید. مزه شه ببینید خیلی با دسترخوان اوار میکنید. بگیرید. نان چقدر خوبی شده. ماشاءالله. بومزه؟ shunday bir kabob kelgan dura ziraylariz albatta ko'p yaxshi ko'p bo'lmasa endi mehmonlar bilan birga agarchi bu vaqt bu sharoitga o'lkadoshlarimizga yemoq narsalarni ko'rsatsak yaxshi emas. Bugun bizlar barnomamiz shu edi. Ya'ni bizni Bali, barnoma degan. bizni barnoma shu. Bali. Pishirmoq, yemoq. Bali. Ha. Vatandorlar yana aytmaylarki, vala Afg'onistonga ko'rsatadi. Yo'q, meni maslakim bu. Men bir oshpaz odam. Har vatandor istasa to'yi bo'lsin, birinchi bo'lsin pishirib beraman, kabobi bo'lsin pishirib beraman men xizmatga. Meni maslakim. Bali. U kishilarga Afg'onistondan tashqari, ya'ni Olmon o'lkasiga yashaydilar. Agar to'ylari bo'lsa, agar shaxsiy bundoq o'yga kichik mahfillari bo'lsa, bularni Rasul akamizni da'vat qilsalar, bular kelib hatman ham palov pishiradi, ham boshqa narsalar, kabob, har narsa istasangizlar, bu kishi hozir omoda. Xizmatlariga. Mana bu patniska yana shirnimi nimada? Yo, bular shirni emas, bular sumanak deydi. Mashallah, sumalak. Sumanak qo'yib deydi, mardim aytdi, mardimga ko'rsatma. Siz o'sha uchun keltirib ko'rsatasiz. Men sizga ko'rsatib yotibdim-da, siz nima deysiz? Valla mashallah. Ko'p yaxshi kelgan. Xudovandning Ko'p yaxshi kelibdilar. O'ping. Endi baxayr, anozam bir qancha vaqti bor. Nazar bo'lmasin. Shergan bir ko'karsin. Yog'mirni tagiga qo'ying, buni bir anda-manda yog'mirni suvi ham tegsa, ko'p yaxshi shirin keladi samolarga. Mana yomg'ir ham yog'yaptilar, shu bilan yomg'irga. Va bu aytadilar-ki, hech kimga ko'rsatmanglar, biz sizlarni endi vataniy so'zlar degan. Aytadi, nopokni ko'zi tegmasin deydi. Bo'lmasa islanadi. Hali bu bilindalarimiz ko'radi qanday bular. Xo'p, bilindalar endi Qorishlarga aytamiz, qorishlar Bashirga bilindalar yana o'rgatmoq uchun-da ko'rsatamiz-da, majbur ko'rsatamiz. Va bir nimada, bir Bizniki bor nima emas, shaxsiy o'zimizga emas. Bizniki bor mardim o'rganmak uchun. Mardim ko'rmoq uchun, mardim sayl qilmoq uchun. Va bu bir yana bir barnoma, yaxshi barnoma bo'ladi oyindaga. Va xayr, inshaalloh shoyat bir haftaga yetishsa, men nazarimga bir haftaga yetishsa. Yana 3 kuni bor. 3 kun. Ana bir hafta 4 kunga bor. Yana bir xayr, aziz ko'ruvchilar, Samalakni ham barnomasini aytman ko'rasizlar. Inshaalloh. Inshaalloh. Bizni ko'rib to'xtanglar. Bali. Bor biz. Ya'ni Enan bor biz.
ko'rmaganday qilmanglar. Mayli. Ko'rib to'xtanglar. Biz bilan bo'linglar. Biz bilan bo'linglar, bizni ko'rib to'xtanglar. Mayli. Beninda boshing. Beynimda bosh. Nazaringiz tegmasin. Meni yaxshi ko'rasiz, sherak ko'rasiz. Tegmaydi. Bittadan 3 ta bo'lsin. Buni yomg'ir ham yog'yaptilar, yomg'irga qo'ydilar. Mana shu yerga qo'ying, chaqni ustiga. Yog'mur suvi ko'p yaxshi, shirin keladi Suman aka. Mana. Suman aka mana toza omada shurasiz. Ben bu profesyonel olay aytadim. Mana. Profesyonel.